Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydik yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirilasan? Insonni ya ayyuhal inson ma g'arraka bi robbikal karim. Ey inson bolasi, karim bo'lgan Parvardigoriga ibodat qilishingdan seni nima g'ururlantirib qo'ydi? Nimaga ishonyapsan? Nimaga ishonyapsan? Dunyoni menman degan podshohlaridan Namrud ana uhiy va umid. Ibrohim alayhisalom Alloh o'ldirib tiltiradi desa, men ham o'ldirib tiltiraman dedi. Bor ikkita mahbus topib dedi. Ikkalasi o'limga hukm qilingan edi. Mononi dedi o'ldiringlar, mononi qo'yib yuboringlar. Mana men tiriltirib o'ldirdim dedi. Alloh tiriltirishi o'ldirishi bilan bunikini farqi bor. Shu Namrudni Alloh taolo birodarlar bir chivin bilan halok qildi. Mana shu mutakabbirni shunday xor qildiki, rivoyatlarda shu chivin burniga kirib ketdi, yana cho'loq bo'ladi o chivin. Chivin qimirlagan paytda oyoq kiyimlar bilan boshiga urishganida shunda chivin to'xtar ekan, shunda orom olar ekan. Alloh xor qilgani ko'ringki, xudolikni da'vo qilayotgan eng qudratli bo'lgan podshoni boshiga kirgan, burniga kirgan chivin boshiga oyoq kiyim bilan urishga sabab bo'lyapti. Alloh taolo xor qildi. Inson kibr qilishga zarracha haqqi yo'q. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi. Ey odam bolasi, nimaga takabbur qilasan? Nimaga kibr qilasan? Kimsan? Takabburlik qilgani kimsan? Axir asling najosat, qorning to'la najosat, qabrga kirganda to'la najosat bo'lsang. Axir sen siydik yo'lidan bir marta u yoqqa, bir marta bu yoqqa yurgan bo'lsang, qo'lingda na bir o'zingni tiriltirish yoki o'ldirish qo'lingda bo'lmasa, nimaga kirilasan? Insonni ya ayyuhal inson